Ya nahotki Farina shuncha yil birga ishladik, bir marta ishim tushsa. Mana qarang mana, 3 ta turibdi shunday. Yo'q deyapman, tushunasizmi? Ha demayapman, yo'q deyapman. O'rgimchak odam bo'lsaydi o'zim bilardim, borku. Shunday uch o'g'lardim. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvi yana efirda. Archa, ha, yangi yil yaqin. Albatta yaqin. Assalomu alaykum qadrli baland yurtdoshlar, salomatmisizlar? Kayfiyatinglar qalay? Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvi bugun boplab tashlaydi kayfiyatni hozir ko'rasizlar. Chunki biz bugun aviasozlar dehqon bozoriga keldik. Yangi yil shukuhi tayyor kutib turibdi. Yangi yilda oldin meni to'g'lan kirib kelyapti. Tabriklayman. 1 2 3 bunchalar zo'rsan. Harina, bu yil 20 yoshga to'laman. Tushunyapsizmi bu necha yil degani? 20 yil. Bu 20 yoshga to'lishingiz mumkin, lekin ko'rinishingiz xuddi bir 15 yoshga o'xshaydi. O'rlayvermang, mening ham volim bor. Ko'nglim yoshda chunki. Jannatim opam, assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Sog'ommiz. Chotka. Siz ham bir o'zgarib turing odamlarga o'xshab. Men har doim kelsam kayfiyatingiz yaxshi, kulib Doim yaxshi payt kelasan, desa, o'z kayfiyatim. Ayo, qaysi payt yomon payt? O'sha payt. Umuman bilmaydi unaqasi. Yo, mana pochcha bilan urishgan kunlarga kelib turing bir. Yo. Pochcha bilan urishmayman. Turmush mushtiga. Qiziq bo'lmay qolmaydimi bu? Har kun chiroyli ketadi. Yo, gohida urishib qolaman, endi har doim emas-da. Gohida, bo'lib hamma joyda. Uyga kelsalarmi nima holatda siz jahli chiqadi? Uyda kech kelmaydi-da. Qo'ymayman. Bilib qo'yinglar, erkak to'ygacha erkak, to'ydan keyin kaki yo'q. O'zi limit qo'yilgan-a? 9dan keyin Ay, yo'q, 5 dan keyin. Nima qilasiz? Oldida O'tiradi, nima qiladi? Voy, jinnimisan? Nima bo'ldi desa, peshana ekan, taqdir aka. Pochcha men bir kam mushtdek bo'lib qopti-da. Faqat uyda o'tiradi. Opa mana, urganlar. Urishdi. Urganlarmi desa qara. Hobbi u. Urish hobbi-da, agar men urmasalar xafa bo'lib qolaman. Mehri bir turda. Ha, yo'q. Shu kuni anaqa TikTokga kirsam, buni ko'karga nima bor ekan? Jo'natib oldim. Bu o'xshamadi, pari. Boshqasini topib kelinglar. Bu o'xshamadi. Yuzingizga effekt qo'yib Ha, tashladingiz. effekt qo'yib tashlasam, yo'q, bu o'xshamadi. Boshqasini topdingiz. Yo'q, opa o'zini necha yil bo'lib turmush qurganingiz? 7 yil. Mana 7 yillik ichida har xil kunlar o'tdi, to'g'rimi? Ha, hammasini o'tkazdik. Pochchamga agar haykal qo'yish kerak bo'lsa, qaysi odatlar uchun haykal qo'ygan bo'lasiz? Mana qaysi jihatlar uchun? Pochchanglarga aytaman. Pochchang men so'kmasa, men xafa bo'lib qolaman. Yilni eng zo'r so'kadigan eri. Eri o'sha. Hozir telefon qilib yaxshi ko'rsatib olasiz. Yo'q, aytmayman. Hozir uxlayapti. Ertalabdan uyg'onsa kerak. Bu paytda uxlagan bilan, kechqurun ishlaydi, uxlagan bilan. Oynajaxon orqali. Yaxshi ko'rishni aytaman, bo'ldi. Sizlar nima pochcham? Akramjon. Akramjon aka, assalomu alaykum. Sizga rahmat, opam bilan yashayotganingiz uchun chidab. Qani marhamat. Men sizni sevaman. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Omonmisiz? Hozirgina nima dedingiz? O'sha gapni ayting bizga. Onajonim o'zi orzu qilardilar, mana bir kun chiqib qolar ekanmanmi deb. Siz ham orzu qilganmisiz yoki faqat onajoningiz ko'p orzu qilganmi? Har kuni sizlarni kuzataman. Har kuni erta tongdan qo'yib olaman, sizlarni kutib o'tiraman. Nimaga? Chunki rosa yoqtiraman-da sizlarni. Abbos ko'rinmayapti. Shettalar ular ham intro olyaptilar. Sizlar rosa ham yaxshi ko'rsatuvlarni rosa kuzataman. Meni ham ismimni bilasizmi? Sonini Polina. Polina. Polina? Yo'q. Farina. Farina ismim, lekin sal yaqin aytingiz, faqat F harfidan boshlanadi. Yaxshi. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvni deylik. Tomosha qilsangiz erta tongdan kayfiyat necha foizga ko'tariladi? 5, 10, 15 foizga. Shunaqa mazza qilaman shularni orasida bo'lib qolsam deb. Ko'proq nimani eslaysiz ko'rsatuvimizda? Boshqa bozor qilib yurgan paytlarimni eslayman. O'zim ham bozorchi bo'lganman, bozor qilgan paytlarim, yoshliklarimni eslayman. Ming mazza davrim bo'lgan. Nechinchi farzandingiz bular? Bu qizim bo'ladi. Eng kattasi? Eng katta qizim. Bir dona. Bitta o'g'lim bor. O'sha yoshlik chog'larida ko'p urishib, janjallashib turisharmidi, onajon? Shunday holatlar bo'larmidi? Bo'ladi. Charchab ketarmidingiz? Bo'ldi, urishavermagin endi, bitta narsani talashavermadirmidingiz? Bo'lardi, bunaqalar ko'p bo'lardi. Lekin hozir bilmadim, ikkalasi bitta-bitta bo'lgani uchun
rosayam bir-biriga mehribon, yaqin. O'g'lim ham juda mehribon, hammamizga mehribon. Opajon, menimcha siz ko'proq eslasangiz kerak o'sha davrlarni. Qandaydir qiziqarli voqeani aytib bera olasizmi? Biza kichkinalik vaqtimizda rasmchi yurardi mahallamizda. Rasmchi keldi, rasmga tushamiz deb onajonim esdalikka tushamiz dedilar. Endi rasmga o'tgan paytda zo'r tursak, hozir to'xtanglar deb yugurib kirib ketdi. Nimaga kirib ketding bola qolsam, atir sepmabman. Atir sepmabdilar. Bu degani voy, lekin haqiqatan. Endi atir baribir rasmga Rasmchimiz ham yotib qolgan edi. Haligacha eslaymiz o'sha voqeani. Atir sepib chiqmabman deganlari hech esimdan chiqmaydi. Onajon, oxirgi marta o'g'lingiz yoki qizingiz qachon sizga yaxshi ko'rishlarini aytishdi? Biz har kuni aytamiz. Har kuni O'zlaridan eshitaylik. Har kuni o'g'lim ishdan kelgandan keyin onajonim qo'shig'ini aytib kiradi. Bular ham ovqat suzib berayotganda onajonim voliydan boshlashadi. Lekin yaxshi qadrlashadi bolalarim. Hozir sizni shunday xursand qilamiz. Bu surprizni, o'sha shirin so'zlarni eshitib, siz juda ham xursand bo'lasiz. Yana bir bora ona bo'lganingizdan, shunday farzandlaringiz borligidan faxrlanasiz. Bilasizlar nima deyishdi? Marhamat. Sizni juda ham yaxshi ko'raman, oyijon. Baxtimga doim sog' bo'ling. Bunaqa ona ko'rmaganman, to'g'risi. Yig'lasam qo'shilib yig'laydi, kulsam kuladi. Nimaga siz yig'laysiz? Dard meniki bo'lsa desam, yo'q, sen azob cheksang men ham qo'shilib azob chekaman. deb shunaqalar birga o'tiradilar yonimda, uxlamasam uxlamay chiqadilar. Baxtimga doim sog' bo'lsin. Ham opamdek, ham onam, ham dugonam, ham sirdoshim, hamma narsam shu onam. Yugurib kelaman bir narsa bo'lsa, onamga boraman. Menimcha juda xursand bo'ldingiz. Ko'nglingiz to'lib turibdi. Shirin so'zlarga, mehrga to'ldi hozir, energiyaga to'ldingiz yana. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyat yaxshimi? Sog'lommisiz? Charchamiz. Har kun mana bir xil ish zerikib qolmaysizmi? Yo'q. İşimiz yoqqandan keyin zerikmaymiz. Necha yoshdan beri non qilasiz? 18, 17. Ota kasmi, qaysi kasb? Yo'q. Shogird. Shogird. Kimga ustoz? Ustozingiz kim? Ustozim mana. Oxirgi marta ustozingizga ustoz boringizga shukr, siz yaxshi ko'raman aytganingiz qancha bo'ldi? İstamayman lekin. 16 yil bo'lib ketdi, ha? Mana hozir mana ayta olasizmi? Ustoz boringizga shukr. Ustoz shogirdingiz bilan faxrlanasizmi? Qayerdan ham kelgan bo'lding-da? Navoiychilik eng zo'r kasblardan bittasi. Qishda mazza, issiqqina, yozda qanaqa ishlaysiz? O'rganib ketganmiz. Tandir bilan yaqin Lekin o'rtoq. chetdagilar hayron qolishadi, lekin biz o'rganib ketganmiz. Shogird olmaysizmi yana bitta? O'yingizdan mana ustozingizga men shogirdchi, shogirda men shogird olsam. Ha, bo'ladi. Olasizmi? Aniq. Ha? O'ta yomon odatim bor. Xo'sh. Yaxshi ko'rgan qizlaringizni tekinga 4 non toping. Hisobingizga yozib qo'yaveramiz. Men oylik olmas ekanman-da. Maslaga oylik berar ekanman-da. Aka birinchi muhabbat sunmaydi? Ha, yo'q, Voh, joyiga tushdimi? Kim edi? Ha, qo'ying kerak. Ayting, ismi birinchi. Yo'q, kerak. Yo'q, hali endi. Shu uylanib yuribsiz, aytamagan. Yo'q, qo'ying. O'zi bilarmidi ish qilib yaxshi ko'rishni? Ha, bilardi. Erga tepyapti. Yo'q hali. Nima imkon bor? Bari endi qaytish yo'q. O'ziga nimaga hisob ko'rayotgan bo'lsa? O'zigami? O'ziga baxtiyinda qo'ying. Gapingiz bor. Uni baxtli qilardim lekin. Hozir notos qilaylik. Hozir endi orava sovib ketgan. Kerak emas. Shu joyga bitta siqilgan qo'shiq qo'yib yuboringlar. Aytgani haqiqat. Asli qayerlisiz? Navoiylikmi aka? Yo'q, Navoiylik, Navoiy. Ana ayt, bir-biriga tushishni qaranglar. To'y qachon? To'y yaqin. Keyingi. Keyingi Avr 26-yil o'tgan. Ha, 26. Siz uchun mana to'ydagi eng qo'rqinchli holat qaysi mana? San'atkor kelmay qolishi, ovqat o'xshamay qolishi yo svet o'chib qolishi to'yda qaysi holat qo'rqinchli? Endi svet o'chishi biz tarafda. Svet o'chishi, ha, sizning variantingiz. Ha. Men yana bitta variant aytaman sizga. Qani qaysi qo'rqinchli ekan tanlaysiz? Tasavvur qiling, to'y bo'lyapti. Ustozlar, kollektiv borgan hamma. Men o'zim boshlovchi. Dejurda Yulduz Usmonova. Tasavvur qiling. Eshik ochildida hamma gap otib chiqqan qizlar bir qator yurib kelyapti. Qaysi qo'rqinchli? Ulardan nima ham qilmayman, men qo'rqmayman. Shu gapimizni eslatamiz to'yingizdan keyin. Qo'rqmayman deyapsiz. Bunchalar zo'rsanib qo'yasiz. Bunchalar zo'rsan. Tamomsiz? Endi nimaga o'zgarmayapsiz? O'sha-o'shasiz. Nimaga? Bilmasam. Yosharib ketyapti. Ha, qanday qilib? Bilmadim. Necha marta chiqyapsiz? Bu nechinchisi ko'rsatuvga chiqishingiz? 3-similik. 3 marta chiqqan bo'lsangiz ham mana shu loyihaga kimlarga qo'ng'iroq qildingiz? Qolib ketgan insonlar bo'ldimi? Bir marta opamga qildim. Ha. Bo'ldi. Turmush o'rtog'ingizga qo'ng'iroq qildingizmi? Yo'q.
Yo'q, qo'ng'iroq qilmadingiz. Lekin bu safar mana ko'rsatuvimizga yana bir bora chiqayotganingizda kimga qo'ng'iroq qilish istagi paydo bo'ldi? Bilmasam. Kimga kam aytasiz, sizni yaxshi ko'raman deb. Shundan gapiring. Xo'jayinimga qilayinmi? Zo'rafasiz-da, sizni juda yaxshi ko'raman. Har doim aviasiyozlar dehqon bozoriga kelsam, oldilariga o'tib ketmasam bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ha, sizni yaxshi ko'raman, chol. Rahmat. Sizni ham yaxshi ko'ramiz. 3 ta bolani onasisiz. Alo. Ey, ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Bugun nima ovqat pishirib beray? Nima ovqat deysiz? O'zing qaysi ovqatni yaxshi ko'rsang, shu ovqatni yeyveraman men. Sen yaxshi ko'rgan ovqat, meni ham yaxshi ko'rgan insonimda ovqati bo'ladi. Bo'pti, xo'p, yaxshi ishlang. Bo'pti, mayli. Rahmat sizga. Bilib qoldilar, bo'lmasa boshqacha gap bo'lardi, hozir boshqacha javob kelardi. Boshqacha javob kelardi. Sezdilar deysizmi? Ko'zgacha sezdi-yu. Yo'q, lekin ko'ngillaridan chiqdi, sezgan bekorga ko'zingizga yosh kelmaydi. Chiroyli gap gapirib berdi-da. Bunaqa gaplar kamayib turadilarmi? Kamaydi. Odatda qanday paytlarda aytadilar? Mana shunday muloyim, yaxshi kayfiyatda, samimiyat bilan. Nasrinasi zo'r vaqtida faqat. Kayfiyatlari qachon zo'r bo'ladi? Pul olganlarda? Qilganda. Oylik tushmada demak shundaymi? Yaxshi. Munchalar zo'rsan. Kayfiyatingiz zo'rmi? Zo'r, zo'r. Uychilar. Hamma zo'r. Jiyanlarim hammasi zo'r. Yangam qani yangam bilan chiqardingiz? Yangiz dam olishyapti. Mana bu yilgi yangi kun sovg'a qilmoqchisiz. Mana 1 oy qoldi-da, mana 20 kun qoldi. Nima sovg'a qilmoqchisiz yangi yilga? Aytganni olib beramizda. Misol uchun, gelik tizalachi. Endi bilmaymiz-ku, hozirgi ayollarga moda bo'ldi-ku gelik so'rash. O'zi mana oxirgi marta sizdan nima sovg'a oldilar? Gulda berdim. Berdingizmi? Ha, labis bo'ldi. Xursand bo'ldim. Xursand bo'ldim. Bo'ldi. Endi faqat bunchalar o'zdan kelsa gul berasiz-da. Gulda. Uydagilar bilan gaplashib turibsiz bular? Ha, gaplashdim. Ha, bolaligidan birga katta bo'lgan oshnangiz oxirgi marta qachon yo'qladingiz? Kecha gaplashdim. Ismlari nima? Serob, Tursunali, Shokirjon, Adhamjon, Nima sababdan Saidakbar. Shu do'stlar gaplashdik o'zaro. Lekin yig'ilmaysizlar choyxonaga? Yo'q, yig'ilamiz. Har Qanaqa kunda. ko'ryapsiz? Yangam qanaqa ruxsat beryapti? Ha, 10 kunda borib kelaman. Iltimos. Endi ruxsat so'rash ham oson emas-da, to'g'rimi? Mana avvalgi insonni mana umri ko'z ochib yumguncha o'tib ketyapti, to'g'rimi? Mana sizning umringiz davomida yigit kishini eng qiynalgan payti necha yoshda bo'larkan? Mana o'zingizdan chiqib gapiring. 20 yoshgacha bo'libdi. 20 yoshgacha. O'zi qaysi davr qiyin davr hisoblanadi? Pulsizlikmi? Yo'lmasa yonida bir yaqinlari yo'qligimi? Qaysi davr qiyinchilik hisoblanadi? Studentlikda, yoshlikda bo'ladi. Studentlik. Qayerda o'qigansiz o'zi? Yo'q, universitetda, texnikum bo'lgan. Texnikumda. Nimaga mana oldin sizlar paytingizda ko'pchilik o'qishga topshirmagan. Hozir shu narsadan pand yeysizmi? Albatta-da. O'qimaгаningiz bilinadi. Bilinadi. Mana hunaringiz bor-ku, kasbingiz bor, pulingiz bor. Nima uchun? O'qiganlar boshqachada. Ha, demak, yoshlarga ham tavsiyangiz shu. Hozir ko'pchilik zamon rivojlanib, telefondan pul topaman deyapti-da. Yo'q, o'qiganga bari yetmaydi. O'zingiz farzandlaringizni o'qitasizmi? Albatta-da. Keyin nima qilib turishga berasiz, uylantirasiz? Ha, turmushga berib uylantirganman. Qiz uzatishda ichingizda nima bor? Ha, uni gapirmayman. Ana ko'p videolarda ko'ramiz-ku, ayni ota bilan qiz xayrlashadigan payt dadalarimiz o'zini kiyib turamiz. Siz ham yig'laganmisiz? Albatta yig'laganman. Hozir qizingiz ko'rayotgan bo'lsa, nima gapingiz bor? Doim baxtli bo'lgan farzandim, umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Bunchalar zo'rsan deb qo'yasiz. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? sog'ligingiz yaxshimi? Kayfiyatlar zo'rmi? Zo'r. Savdo yaxshimi? Sovuqlarda charchamasdan. Yo'q, charchamay o'tirman. Qo'y qarangda, yoshlarga qaraganda bujonlarimizda, bobojonlarimizda energiya juda ham ko'p. Sovuqqa ham, issiqqa ham juda chidamli bo'lishadi. Sabr qilishadi, shukr qilishadi shunga ham. Nimadan bu qiyinchilikka inson qanchalik duch kelsa, shunchalik shukronalik tuyg'usi ortib boradimi? Chunki yoshligimizda shunaqa tarbiya olganmizda, masalan, otam aytadi, mehnat bilan odam o'lmaydi, qizim, ishla derdi. Shu ishlaymiz, mehnat qilamiz, bola chaqa. Agar mehnatda bo'lmasangiz, o'zingizni qanday his qilasiz? Kasal bo'lib qolaman. Kasal bo'lib Kasal qolasiz. bo'lib qolaman. Uyda o'tirsam kasal bo'lib qolaman. Hozirgi kunda kimga erkasiz yoki erkalik qolib ketdimi endi bolalikda? Yo'q, hozir ham erkalaman bolalarimga, o'g'illarimga, xo'jayinimga erkalanib turaman. Juda ham zo'r. O'sha mana 50 dan oshgandan keyin anavi-ku E'tiborni kutasiz. e'tiborni kutasizda. Ona bo'lish, buvi bo'lish, qaynona bo'lish qiyin emasmi? 3 ta mas'uliyatli ish. Bir qaraganda ancha mas'uliyat bor. Masalan, kelinga yaxshi gapirasiz, o'g'ilga shirin gapirasiz. Xo'jayiningizga hammaning ko'nglini olish kerak. Shunaqa. Qiyin emasmi hammani ko'nglini olish? Endi shu onalar shunaqa hamma narsaga tayyorku.
o'zingizga ham vaqt ajratyapsizmi? Har doim farzandim, nevaram, kelinim, turmush o'rtog'im deya berib, o'zingizga ham kuch-quvvat, o'zingizga ham energiya qolyaptimi? Haftada bir marta dam olaman. Shu o'zimni sevaman. Yaxshi, zo'r. To'g'risi o'zim sevaman, Farida. Keling, hayotni 3 ta so'z bilan ta'riflang. Hayotdan nimalarni yutdingiz? Hayotmi? Bu go'zallik, hayot beg'ubor. Hayotda mana sevgan insonlaringiz bo'ladi, sizni hurmat qiladigan insonlar. Mana shu ota-onamiz masalan o'tib ketgan, ularni yaxshi ko'rardik. Hayot go'zalda endi shunaqa narsa. Bunchalar zo'rsan, zo'rsiz. Salomat bo'ling. Eshitishimizda shogird olmoqchi ekansizlar. Keldim-da o'zim. Kayfiyat qalay? A'lo. Savdochi. Juda zo'rda. Uychira. Juda zo'r. Yangalarim. Xudoga shukr, yaxshi. Ana kuyda. Ye. Yo, bittasida. Yangalarim dedim. Yo, endi larimni keyin qo'shib yubordingiz-da. Zo'r bo'lyapti. Zo'r. Muammo yo'q. Zo'r. Muammo bo'lsa mana shu yerda. Ya, bo'ldi. Bir og'iz aliyo men hal qilaman. Bo'ldi. Mana Abbos Chakey deyshadi. Yo'g'i. Ha, Chakey baquvvatdagi ko'p gapiradi. Bu Samarqanddan qayerdasiz? Surxondaryo. Surxondaryoda. Borpa turibsizmi? Ya, albatta. Kimni sog'insangiz borasiz ko'pincha? Onammi, otam. Yana? Qishloqdoshlarimni-da. Yana keliningizni-da. Bolalarimmi? Toshkentdagisiz-chi yoki kecha? Yo. O'ldirib qo'yadi-ku aka. Test, cho'ntagim ochiq. 50 ming? Mashq kerak lekin. Bilasiz nimaga? Ya, bilaman-da, o'shaning uchun. Qizilidan soldim dadamni kovushiga. Sarig'idan soldim. Bilmayman endi turib-murib solsammi yo kartochka solaymi? Yo'q. Savzi bobolar kelgan ishni Aka soldim. Bilasizmi nima bo'ldi? Yo'g'i. Bolamni qorni oshida osh qilib beray deb osh qilib beryaptilar-da. Siz qanaqa mana dadani qanday ko'ndirgansiz? Ular sizni ko'ndirganmi? Qanaqa bo'lgansiz paytda? Bizda endi uylanasanmi? Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Yo'q. Necha yoshda hadi deysiz? 23. Nima deb o'ylaysiz? Kech qoldingizmi, vaqtlimi yo? Yo'q. Joy-joyida. Oq tushibdi. Necha yilda tushdi bu oq? Yil emas. Ha, necha yoshsiz? Hozir 30 ga kiryapmiz endi, xudo xolasa. 29. 7 yilda yangam mana sochlarni oqartirib to'klayapti hamma bunday. To'kilgan. Yuvganingizda bunday. Ha. Nechta jiyanim bor? 2ta. Kattasi necha yosh? 3 yosh. Mana, o'zingizdan kelib chiqmaysiz. Sizni 3 yoshga keltirguncha dadangiz nimada qiynalgan ekanlar? Qani ota va otani qadrini bildingizmi yo'qmi? Juda. Uni Nima deyk, ota qanaqa ekan? Ota kim ekan? Ota bu ta'sirli bo'lmas inson ekan. Oxirgi marta vijdonan ayting, nima yaxshilik qildingiz? Otamgami? Yo'q, hali qilmadim. Nima niyat? Xudo xolasa umraga-da. Hozir telefon qilib, men sizni yaxshi ko'raman deya olasizmi onajoningizga ham dadangizga ham? Men shuni lekin kutib yurdim-da, anchadan. Oling. Xo'p, babalar. Assalomu alaykum. Alaykum, qiz o'rmisan? Yaxshimisiz ota, yaxshi yuribsizmi? Charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Uydagilar. Ota, sizda gapim bor edi. Aha. Men sizni yaxshi ko'raman ota. Yashang o'g'lijonim, yashang. Hammamiz yaxshi ko'ramiz. Rahmat ota. Xo'p, Baxtingizga sog' bo'lsinlar har doim. Onajonga Oynay jahon orqali. Ona, men sizni yaxshi ko'raman. Xudo xolasa, otam bilan umralarga borish nasib qilsin. Sog' bo'ling. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Rahmat, charchamayapsizmi? Qayerdan tanidingiz? Bilmayman. Bittada bunchalar zo'rsan dedingiz, hali yuzimga qaramasdan turib. Har doim ko'rib boraman. Ko'rsatuvinglarni juda ham yaxshi ko'rsatuv. Oxirgi marta kim sizga sizni yaxshi ko'raman degan gapni aytdi? Farzandlarim yetishadi doim. Lekin ko'proq kimdan kutasiz? Onamdan. Onajoningizdan. Necha yoshdalar onajoningiz? 84 dalar. Qanchalik baxtli insonsiz onajon, onajoningiz borlar 84 yoshdalar. Nima qilib xursand qilishga harakat qilyapsiz? Shunchaki yokida oldilarida, bag'rlarida bo'lsangiz shuni o'zi kifoyami? Shunaqa. Harakat qilaman doim xursand qilishga. Lekin ba'zida bilib bilmasdan ko'ngillar ranjitib qo'yasizmi? Bo'ladi, bo'lib turadi. Lekin kechirimingizni qanday so'raysiz? Ayta olasizmi yoki qolib ketadimi? Aytaman. Bugun aytdingizmi, onajon sizni yaxshi ko'raman, yuzlaridan o'pib. Bugun yeta olmadim. Mana bir kun mana shu gapni ayta olmasangiz, o'zingizni qanday his qilasiz? Ko'p savol bermaysizmi? Ko'nglingiz xijir bo'ladi, ha? Qo'ng'iroq qilsak, bog'lasak bo'ladimi onajoningiz bilan? Imkoni bormi yoki yo'q? Yo'q ham. Agar onajoningiz, bujonimiz bizni mehribonimiz, yagonamiz ko'rib turgan bo'lsalar, nima degan bo'lardingiz? Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Bilib-bilmay xafa qilib qo'ygan bo'lsam, uzr. deyman. Kechiradilarmi, nima deb o'ylaysiz? Kechiradilar. Siz onajoningiz kabi ona bo'lishga harakat qilyapsizmi? Qilaman. Qiyin emasmi?
Qiyinroq. Onajoningizni qaysi gaplarni farzandlaringizga ham uqtiryapsiz? Maqtovlar. Ko'proq maqtaysiz farzandlaringizni. Yaxshi. Bunchalar zo'rsan. Onajonim, yaxshimisiz? Yaxshiman. Kayfiyatingiz qalay? Zo'r. O'tgan yili intervyu olganimsiz-da. Yana uchratdim. Hali ko'p olganman-da. Iloyim. Hozir Mana hozir 18 yoshga kirdingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Bir 28 ga kirganingizni ham olay, xudo xolasa. Xolasa, mana endi bu yil 79 ga kiraman. Bir kam 80. Bir kam 80. Ona, bu hali ham tikka turibsiz-da, qatdan muncha ko'chsiz-da. Endi menga qara. O'zingni yaxshi tutib yursang, oilangni yaxshi tarbiya bersang, o'shandagina yaxshi yurasan. Mana bitta savolda. Eng ko'p kimni ko'rgingiz keladi, kimni sog'inasiz? Otam, onam. Otangiz. Nechta farzand katta qilishgan bo'lasiz? Sizlar nechta farzand bo'lgansizlar? 9 bo'lgan. 9. Siz nechinchisi? Men oxirgisi. 9-chi. Eng erkatoy. Erkatoy. Ularni diydorlariga demay to'ymadingiz. Qaysi gaplarni sog'indingiz? Bolam har doim o'zingni odamlarning ichida tutgin, o'zingni katta tutmagin, kamtar bo'lgin. Sen kamtar bo'lsang, mahallada obro'ying bo'ladi. Bolalaringga yaxshi tarbiya bergin deb. Mana hozir agar yonimizda bo'lib qolishsa-da, mo'jiza bo'lib, nima derdingiz? Men aytardim, onajon, siz aytgan narsalaringizni bajarib yomonlik ko'rmadim. Rahmat sizga derdim. Rahmat derdingiz. Yoshlik davringizda ham shunaqa sho'x shaddodgina bo'lganmisiz, kuchga to'lib? Men eski shahardan tug'ilganman. Va, mahallani o'zi gapirib turibdi. Maktabda o'g'il bolalarni urganmisiz undashlar? Yo'q. Aldamang. Eski shahardanman deyapsiz, urgansiz-ku. Yo'q. 106-maktabda o'qiganman, 8-sinfni bitirganman. Hali ham uchrashib turardik, endi qariganimizdan keyin 1-2 yildan beri uchrasholmayapmiz. Mana oynacha orqali sizni ko'rishayotgan bo'lsalar hozir sinfdoshlaringiz nima gapingiz bor? Sog' salomat bo'lsin, yaxshi yurishgan bo'lsin, oilasi tinch bo'lsin, tanilari sog' bo'lsin. Bunchalar zo'r. Omon bo'ling, ona. Ha? Sochlarim bunday qilyapsiz. Bunday emas, o'rilgan soch. O'rilgan. 40 ta o'rasangiz bo'lmasmidi shunda mana? O'rib chiqqanimi? 40 tadan ham ko'p edi. 100 tadan oshiq edi. Meni ham sochimdan chiqadimi 40 kokil? Agar xohlasangiz chiqadi. Ozgina o'xshaydi. Xohish bo'lsa bo'ldi. Kichkina haligi Amerikani bilasizmi? Dread sochlari bor-ku bunday. Agarda shu videomiz 100 ming talarga yig'sa, Yomon ko'p gapirasan dedim. Qadrli yurtdoshlar, biz ko'rsatuvni yakunladik. Menimcha sizlarga juda ham ko'rsatuvimiz yoqdi yo yoqmadimi? Ha? Yoqmadimi? Eshitmadim. Yoqdi. Yaxshi. Sizlar o'zingiz ko'rib bildingiz. Bugun biz Boshim aytganiki o'zingizdamisiz? Sovuq shekilli. Sovuq. Bugun biz Aviasozlar dehqon bozorida bo'ldik. Ob-havo sovuq, lekin mehrimiz bilan, samimiyatimiz bilan hammaga issiq intervyular ulashdik. Albatta, o'zingiz asrang, omon bo'linglar. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan.